Va Muhammad aka yutqizdingiz. Endi men aytgan joyga borib ko'ramiz. O'tgan safar shu joyi obzori ko'pchilik yoqqani uchun Dunduzikka o'ynab bo'lsa ham Muhammad akamiz zo'rg'a ikkinchi qismini olishga ko'ndi. O'tgan safar olishga ulgurmagan taomlarimizni, o'tirishga ulgurmagan joylarimizni sizlar uchun obzor qilib beraman deb bugun voqilidan kelib obzorni boshlab yubordik. Shuning uchun like hozirdan bosib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Ko'zim birinchi bo'lib hozir sezoni bo'lib turgan Silotkaga tushdi. Barib Muhammad akam greftirda narxiga qarab o'tirmasdan olvordim. Atak narxi ham juda qimmat emas. Kommentariyaga hadeb beda press, somon press deb yozavermasdan o'zi Muhammad aka kim deb yozib ketinglar. O'zlari javob beradi. Ovqatlarning har bittasiga to'xtalib o'tolmayman, lekin katta qismini o'zingizlar videoda ko'rib olsanglar bo'ladi. Eng asosiysi botga kelganda oldindan joy egallab olish esingizdan chiqmasin. 20 minut deganda zo'rg'a joy topib obzorni boshladi. Salatli ikkalovimizga ham yoqdi. Olib ko'rishni tavsiya qilaman. Xaladesi ham mazasi zo'r ekan, lekin do'stimiz Sardor bomba xaladesiga yetmaydi. Men o'zimga kislo-sladkiy sousli tovuq olgan. Muhammad akam bu souslarga skumri olgan. Ikkala taomni ham mazasi me'yor. Yonidagi garnirlarning ham mazasi yaxshi. Bu videoni City Mallga kelib olib arzonroq joy qidirib yuradigan o'rtog'ingizga tashlab qo'ying. Umumiy narxlarni ko'rishingiz mumkin.